Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana biz yana bir navbatdagi tungi fonlarimizni narxlarini aytib o'taman. Palma pason tayyorlayapmiz. Palma pasonini o'zimiz olganmiz. Asakadan olganmiz. Buni 1 kvadratini 170 ming so'mdan trendda bo'layotgan palma pasonlarimiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda shapkachalarda patologlari bor, mana lolalarimiz ham bor. Mana palma pason o'ta ideal holatda chiqyapti. Mana ko'rib turganingizdek, burchalari ham juda chiroyli bo'lib chiqyapti. Xudo xolasa ertaga buni chiqarib yuboramiz. Brigadalarimiz borib bularni qatirishadi. Xudo xolasa ish jarayonini ham video qilib olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa qanday qatirilayotganlarini ham video qilib kanallarimizga joylaymiz do'stlar. Mana bu yerda shaxmatimiz ham bor. Bu shaxmatimizni 1 kvadratini 52 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Buni Qoratepadagi ustamiz olib ketadi xudo xolasa. Mana bu yerda tarnolarimiz ham bor. Agarda tarno kerak bo'ladigan bo'lsa, 4 metrdan matviy tarnolarimizni xudo xolasa zapasga qilib qo'yganmiz. Buni 1 metrini 17 ming so'mdan qilib beryapmiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, juda ham go'zal holatda. Kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Tunikamiz sexdan chiqib ketayotgan narx-navolarni ham aytib o'tamiz. Xo'p, palmamizni 1 kvadratini 55 ming so'mdan tayyorlab bermoqdamiz. Mana bunaqangi patologlarimizni 52 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Albatta qalinligi 0.4 bo'ladi. Palma pasonimizni ham 1 kvadratini 55 ming so'mdan, albatta qalinligi 0.4 bo'ladi do'stlar. Kimga shunaqangi xizmat kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Video ostiga birdan like bosib, obuna bo'lib qolsalaring, bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Do'stlar, sizlar bilan Ustaxon Sher bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr. Rahmat hammaga.